mana hayit kuniga dam berildi-ku. Sizlar hayit kuni nima ish qilasizlar? Dam berilgani uchun men uyda o'tirdim-da. Uyni borqa qildim. Kvartiramni borqa qildim. Narslarimni stiratkega tashladim. Bo'ldi. Obed bo'ldi. Hali bugun juma bo'lsa, juma, shanba, yakshanba 3 kun. Nima ish qilish kerak? Men shuni tushunolmayapman. Sabrim yetmay, oxiri ishxonaga keldim. Men ishga kelganim bu men ishni qattiq sevishimdan emas yoki qanaqadir bir yonib turgan proyektim borligi uchun kelganim yo'q-da. Men shunchaki kvartirada fokus yo'qolmadim-da. Ya'ni kino ko'rayman, o'yin o'ynayman dedim-da. Ya'ni bu vaqtda men shunday sarflaymanmi dedim-da. Kvartirada fokusim yo'qolmay ishxonaga keldim. Yangi bilim deyishingiz mumkin, ya'ni yangi bilim o'rgangan deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Men kvartirada fokus yo'qolmayman-da shunga. Eng ideal joy bu ofis. Ofisga keldim, hamma sharoit bor. Maza qilib xohlaganimcha ofis 7:24 ishlaydi. Hozir bitta o'ylantirayotgan narsa, endi shu 3 kun nima qilaman? Proyektlarni rejalashtirib qo'yganmiz. Proyektlar o'z izi bo'yicha ketadi. Hayit kunlarida sizlar nima qilmoqchisizlar?